Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'sha jinlar haqida batafsil bir tushuncha berib boradigan bo'lsak, jinlar insonlarga qay holatda kirishi, nima sababdan kirishi haqida ozroq tushuncha berishga harakat qilaman. 1-5 minut. Insonlarga jinlarning kirishligi o'sha bismillah deb taom yemaslikdan yoki o'sha tunlarda yurishlikdan, asosan insonni qattiq seskanish paytida avra insonni, ya'ni fanda avra deyiladi, insonni bir muhofazasi buzilishligidan oson kira oladi. Yana insonlarga asosan sehr, amal yo'llari bilan kiritiladi. Ko'pincha o'sha taomlanadigan paytda bismillah ovqatlanishdan kiradi. Qizlarda ko'proq ayollarda uchrashligini sababi ayollarda ko'proq o'sha oshiqlikdan kiradi. Ba'zilarida o'sha go'zalligidan kirsa, ba'zilarida o'sha xushmuomalaligidan, o'sha ularni yaxshi ko'rib qolib kiradi. Qur'oni Karimda o'sha jin surasi bor. Makka shahrida o'sha Ka'batullohning atrofida jin masjidi bor. Hozir ham u yerda borib 2 rakat namoz o'qiladi. Xohlovchilar bu yerda o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jinlarga dars berganlar. O'sha jinlar haqida aytadigan bo'lsak, jinlar yer yuzida insonlardan 3 barobar ko'p yashaydi. Ko'proq ular o'sha ko'proq hashamatli uylar qurib, uylarda yashamaymiz, u uylarda manzil makon qilib yashashadi. Ba'zi xonadonlar bor. Agar bu narsaga ishonmaydiganlar bo'lsa, men ko'rsataman, olib borib ham u xonadonlarga hech kim yashay olmaydi. Borasiz, kirasiz, u yerda tufliz yo'qolib qoladi. Borasiz, kirasiz, siz gaplashib turasiz, o'sha gaplashib turganingizda telefonni ichida sim kartasi yo'qolib qoladi. Ya'ni o'sha xonadon egalari yangi kiyimlarini ham muhofaza qilishadi. Men bu xonadonlarga borganman. Shuning uchun insonlarga ularda dushmanlik tarafi kirmaydi deganlar uchun Qur'oni Karimda jinlarni, ya'ni shaytonni u Bani Izjon qabilasidan, jinlar qavmidan edi deb Alloh marhamat qiladi. Ya'ni yana bir joyda Sura Arafda keladiki, men ularni o'ngida, so'ldan hujum qilaman, ularni qon tomirlariga kirib hujum qilaman deyishligi bu insonga jin kirishligidan dalolat. O'sha jinlar insonlarga o'sha ko'pincha oshiq jinlar o'zini bildirmaydi. Asosan turmushga chiqadigan qizlarni to'y oldi, to'yidan keyin yoki fotihali qilish davrida rashkdan bildirib qo'yadi o'zini. Ungacha faqat fe'lida sal-pal bilinib turadi-yu, o'zini ko'rsatib yoki aqlni boshqarishga o'tmaydi. Shuning uchun jinlardan qutulish uchun ba'zilar masalan bir o'qitishda qutuldim deb o'ylashadi. Ammo bu holat xato. Ular asosan qonda so'lak orqali joylashgan bo'lishadi. Shuning uchun uni kuchli ruqiya qiladigan, Qur'onni kuchli o'qiydigan ruqiyaxonlar, ya'ni bu jinlarda o'qiydigan domlasi addilni bo'lmaydi. Ular jinkash bo'ladi. Jinkash, ularda o'zini addilni duosi bor deyishlik yolg'on narsa. Qur'onni ular shifo oyatlari bilan o'qilganda ular yonaveradi. Ya'ni o'sha Qur'onni Hashr surasida Alloh marhamat qiladi. Agar biz Qur'onni tog'ga nozil qilganimizda edi, siz tog'ni kuyib, yonib titilib ketgan holda ko'rar edingiz deydi. Bu insonga nozil bo'lgani uchun inson go'zal hazm qila oladi. Boshqana bu, ya'ni jinlar buni hazm qila olmay yonadi. Shuni evaziga o'sha shifo oyatlarini o'qiydigan domlalar bu narsani bilishadi, bu narsani tushunishadi.
bu narsalar yolg'on emas. Yolg'on degan kishilar masalan bu narsani o'sha jin o'qiydigan domlalarning eshigida borib ko'rishligi, ularda Qur'on bilan nima ish qilayotganini ko'rishligi mumkin. Alhamdulillah. Shuning uchun o'sha bu narsadan saqlanishga keladigan bo'lsak, saqlanishda o'sha inson hayotida bir jahl, g'azab yoki norozi bo'lish, hayotda hamma narsadan norozi bo'laverishdan, shukr qilmaslikdan bu fe'liga munosib o'sha jinlar harakat qila boshlaydi. Insonda doim alhamdulillah deb taomlanish, bismillah deb taomlanish yoki har bir ishda alhamdulillah deyish, sunnatga muvofiq hojatga kirishdan a'uzan billahi minal xubsi val qabois yoki ishidan kirganda o'qiladigan duo, shunaqa duolar bilan yurishlik o'sha jindan saqlanish bo'ladi. Jin kirgan kishi to'liq chiqqanidan keyin ko'p kishida savol bo'ladi. Jin chiqqanidan keyin yana kiraveradimi qayta degan savollar ham bizda ko'p uchraydi. Kiraveradi. Qayta kirish insonda qo'rg'on, ya'ni aura buziladi. Sizda endi eshigingiz sindi. Buning uchun hadis bor. Hadisga muvofiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda kimki kunida 100 marta o'sha jin chiqqandan keyin kunida men hadis aytayapman. Bu hadis haqiqat. O'sha ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamd yuhyi va yumitu bi yadihi al-khayr va huwa ala kulli shay'in qodir. YouTube'da oqtarsanglar bu 3-kalima hisoblanadi. Dinning 7 kalimasini 3-si. Shu kalimani 100 marta aytgan kishida hadis bor. Jin, sihr, hech qanaqa narsa yaqinlashmaydi. Jin chiqartirgan kishi agar shu kalimani 100 martadan aytib yurishligi kunida joiz bo'ladi. Alhamdulillah.